Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va usta Ravshan kanali a'zolari. Mana yana bir yangi obyektimizga keldik. Ishga turka jarayonlari bo'ladi bu yerda. Hozir qo'parish ishlari ketmoqda. Shogirtlar bilan birgalikka keldik. Xudo xolasa nasib bo'lsa kechaki ishlarimizni topshirib o'zimizga imkoniyat, sharoit yaratyapmiz hozir. Ayollarni tayyor tekislab, desalari qo'yib. Devorimiz juda ketib qolgan ekan. Qapa ekan devor. Endi shuni to'g'rilab nasib bo'lsa, xudo xolasa chotki qilib chiqarib, yorug' yuz bilan topshirishga niyat qilib keldik. Mana devorimizning ahvoli. Hozir atves tashlagandan keyin ham bir video qilib ko'rsatamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga yangi bo'lganlar a'zo bo'lishni unutmang. Like'larni ko'paytiramiz azizlar. Mana Qozog'istonda ishlaydigan ustamizni ham olib keldik, xudo xolasa Qashqadaryoga. Nasib bo'lsa hammasi zo'r bo'ladi. Faqat like'ni ayamasdan bosasizlar, obunachilar. Chiroyli qilib mana ishga turkamizni uramiz, ish jarayonida tushirib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Biz siz bilan birgamiz. Kimga qanaqa taklif savollar bo'lsa, ishlar bo'lsa aytaverasiz, murojaat qilasiz. Telefon raqamimiz yozib olsangiz yo esingizga qo'ysangiz bo'ladi. 95lik 455 0387 telefon raqamimiz. Kimda qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu ishimizni boshlaymiz bugun.